Boringda boshqasiga soting o'zingizni. O'zi bittagina uzuv ekan. Aytayotgan narxingizni qarang. Aka, pul zarur bo'lgani uchun oldingizga keldim. Menga ham nima shu yomg'irda yurib? Aka, bu narxga hech kim olmaydi. Nima deyapsiz? Ozgina qo'shing, aka. Bu aytayotgan narxingizni bilasizmi? Qo'ysangizchi, boshimni qotirmang. Asabim qo'zib turibdi. Bugun umuman savdo bo'lmadi-da, o'rtoq. Sizlarda yaxshimi? Masalan, odam yo'qmi? Mana shu o'zigim hisoblab bering. Aka, buni stillamas-ku, bujuter ekan-a? Qanaqasiga bujiteri? Yaqin og'aynim yasab bergan, zargar bola. Olib boring o'sha og'ayningizga. Fikrimi bo'lmas, aka? Shu. Aka, bu o'zingizning toshlarga 2 gram minus bo'ladi. Aka, tushunmaydi deb 2 gram olib tashlayapsizmi? Necha gram chiqadi, aka? Tosh 2 gram emas-ku. 2 gram chiqadi, aka. Aka, siz bilan kelisha olmadik, bering. Aka, qaytib kelsiz, lekin boshqa bu narx qilib olmaydi. Tilla olamiz, tilla. Tilla brilliant soat olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Bormi sotiladigan tillangiz aka? Ha, bor. Ko'rso'ring. Mana. Xo'p, probasi yo'q ekan, okey? Probasini bitta tekshirib ko'ramiz. Shunda ofisimizga kirsangiz 10 minut vaqtingizni olaman. Xo'p, okey, probasi 585 chiqyapti. Bizning spektralniy analizimiz bor. Biz tekshirib ko'rdik. Toshlariga 0,2 milligram minus bo'ladi. Ya'ni mana siz tarafdan taroz ko'rinib turibdi. 559 dan minus 0,2. 539 sof tillasi bor. Bugungi kurs bo'yicha 585 probamiz 1 million 150 mingdan bo'lyapti. 6 million 198 ming. 6 million 200 ming qilib beramiz aka. Qo'yli. Men o'ylaganimdan ham qimmatga olib qoldingiz. Nima bugun unaqa bo'ldi? Cho'ta savdo yo'q-a? Aytma, menda ham vahshiy savdo tushib ketdi. Okey, barakasini bersam, yaxshiligiga xizmat qilsin. Agar mabodo yangi tilla kerak bo'lsa ham o'zimizga ekaverasiz. Odam yo'q, tushunmayapman o'zim. Sizga o'xshagan halol, muomalali insonlar ko'paysin. Skupka Zoltus. Muhimi shuni eslab qolsangiz bo'ldi. Eng yuqori narxlar faqat bizada. Aytganingiz kelsin aka, sog' bo'ling.